Dahshat! Munisa Rizayeva Abror Muxtor Alining qo'lini o'pdimi? Achchiq haqiqat ochildi. Tarmoqlar larzada Munisa Rizayeva va Abror domla uchrashuvdan sir oshkor bo'ldi. Abror Muxtor Aliga ta'zim qilgan Munisa Rizayevami? Buni umuman kutmagan edingiz. Bugungi dasturimizda internet va ijtimoiy tarmoqlarni tom ma'noda portlatgan va barchaning diqqat markaziga tushgan eng shov-shuvli mishmishlarni tahlil qilamiz. O'zbek estradasi yulduzi Munisa Rizayeva va taniqli ustoz Abror Muxtor Ali haqida tarqalgan gap-so'zlar hech kimni befarq qoldirmayapti. Aytilishlaricha, ushbu tezkor videoda quyidagi shok tafsilotlarga oydinlik kiritamiz. Nima bo'ldi o'zi? Munisa Rizayeva rostdan ham Abror Muxtor Alining qo'lini o'pdimi yoki bu shunchaki navbatdagi PR va yolg'on xabarmi? Mishmishlar qayerdan chiqdi? Ikki qarama-qarshi soha vakillarini bir-biriga bog'lagan bu shov-shuvning asl ildizi qayerda? Achchiq haqiqat, tarmoqlardagi muhokamalar, guvohlarning gaplari va vaziyatning asl mohiyati qanday? Bu voqeaning tagida nima yashiringanini bilish uchun videoni o'tkazib yubormay, oxirigacha tomosha qiling. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Eng so'nggi qaynoq va shov-shuvli xabarlardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Musofirlarga nima bo'lyapti? Nega Koreyadagi o'zbeklar bir-birini qo'llab-quvvatlash o'rniga bir-birini sotmoqda va suvdan quruq chiqishga urinmoqda? Ish yopilyaptimi? Nozimaning o'limi bo'yicha olib borilayotgan tergov va sud ishlari haqiqatdan ham tugashiga bir qadam qoldimi? Asl aybdorlar jazosiz qolib ketmaydimi? Asl basharalar, Nozimaning fojiasidan foydalanib o'zining manfaatini o'ylayotgan kimsalarning asl yuzi qanday ochildi? Bu voqealar hech kimni befarq qoldirmaydi. Asl haqiqatni bilish va voqealarning keyingi rivojini kuzatish uchun videoni o'tkazib yubormay oxirigacha ko'ring. Muhim eslatma, videodagi ma'lumotlar, iddeolar va janjal tafsilotlari ijtimoiy tarmoqlardagi ochiq muhokamalar asosida tayyorlandi. Kanalimiz voqealarga yakuniy huquqiy baho bermaydi, balki jamoatchilik e'tiborini dolzarb muammolarga qaratadi. Dahshat yangiliklari kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Munisa Rizayeva oxirgi mavzularda haddingni bilding deb o'ylagan edim men. Zahriddin degan bola bor, Alovuddin Mansur rahimahullohning o'g'li. Bu endi ba'zi izohlarda menga nisbatan tarafkashligini qilib meni go'yoki qo'llab yozibdi va ba'zi bir videoni chiqaribdi. Videoda Abror Muxtor Aliga qoyil qolish kerak deb 380 gradusga o'zgarib gapiribdi. Do'stlar, men avvalam aytganman, menga qarshi bo'lgan, meni yomonlaganlardan qo'rqmaganimdek, meni maqtagan odamlarga ham ko'piga ishonmayman. Ishonishga majbur emasman. Men Zahriddinni bunaqangi samimiy bola deb bilmayman. Meni maqtagani uchun men yaxshi odamman deb havolanmayman. U aytayotgan gaplarni u aytmasa ham qilib kelayotganmiz biz. Bu joyda Zahriddin agar samimiy bo'lsa, aytayotgan gapi tavba o'rnida bo'lsa, men bu orqasidan adovatlashib yurmayman. Kechirdim, bilgan ishini qilsin. Lekin izohiga Munis izoh yozibdi. Munisa Rizayeva oxirgi mavzularda haddingni bilding deb o'ylagan edim men. E'tibor berayotgan bo'lsang, sanlar haqingda, sanlar nimadir qilmasalaring gapirmaganmiz shu kungacha. Tirjayib o'sha joyga izoh yozibsan. Maqsading yana adovatlashish bo'lsa, aytib qo'y, e'lon qilib qo'y. Abror Muxtor Aliga yana men adovatlashaman deb e'lon qilib qo'y. Xabarim bo'lib tursin meni. Xalq seni osmonga ko'targaniga xohlaganimni qila olaman deyotgan bo'lsang adashasan. Haddingni bil. Sen haqingni gapirmaslikka men senga aytgan edim, bo'ldi gapirmaymiz. Sen ham men haqimda unaqa mijg'ovlik qilmaslikka va'da bergansan. Dinimizni hurmat qilgan holda mavzuga chek qo'ymoqchiman. Men bu mavzuga boshqa qaytishni xohlamayman. Nima bu? Nimani niyat qilyapsan? Haddingni bil, ya'ni Munis. Qichimmagan joyni qashlama.
yara bo'ladi. Virus tushishi mumkin. Ogohlan